Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli YouTube'dagi Home Plus guruh korxonasining qadrli kuzatuvchilari, kimdir hovlisiga lanshat qilaman yoki bog' qilaman deganlarga mana neobichniy archalar, shunga o'xshagan gullar topib qo'ydik. Akalarimizni raqamlarini qoldiramiz. Agar videolarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosinglar. Albatta bular birinchi qo'l, o'sha aytganimizdek biz arzon joylarni ko'rsatamiz. Mana shunaqa o'simliklarga qiziqadiganlar bo'lsa, bunaqa gullar akalarda o'zimdan kelsalaring borib bemalol ekib qilib beraveradi. Mana archani qaranglar, qanaqa chiroyli. Juda go'zal. Har xil bor archalarda endi. Hatto o'sha sortlarni yozib qo'ygan, bemalol tanlab, nima qilsalaring bo'laveradi. Har xili bor. Begomuslari bor ekan o'zlari. Atirgul so'raganlarga atirgul ko'chatlar mana. Atirgullar ko'karib ochilib turibdi, har xil sorti mana. Mana gullab turgan nimasi mana. Arzonni olaman deydigan akalarga har xil gazon ham ekib berishaveradi. Faqat pulini kelsalaring bo'ldi. Mana. Sorti ham har xil, sortiga qarab pullari farq qilib boraveradi. Mana. Mana shunaqa gulga qiziqadiganlar bo'lsa, har xili bor akalar. Uyni lanshat qilaman deydiganlarga qaranglar, ilon. Qanday ko'rinyapti sizlarga? Manzilga kelsak, manzil Namangan shahridan bo'lyapti. Ish bilan Namanganga kelgandik. Iltimos qilishdi akalar. Mana. Mana gullar. Qo'shi gulda agar kerak bo'lsa, mana raqami, akamizning raqamini qo'yapmiz. Har xili bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Gullar atib. Mana archalarda qanaqa chiroyli. Ayollar albatta like bosinglar. Bu video ayollar uchun juda foydali menimcha. Agar shu manzil kerak bo'lsa, tomoni Namangan shahar, bu tomoni Afsonaobodga ketishda yo'lda qirg'og'ida. Juda sifatli gullar ekan. Shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa neobichniy qilib beraveramiz. Manzil Namangan. Mana akalarimiz har xil gul borib ekib ko'rsatib beraveradi mana. Har xil narsalar, toshboqalarni. Bularni qaranglar mana. Juda go'zal. Arzoni, eng arzoni respublika bo'yicha arzondan bittasi. Akalarning o'zi birinchi qo'l ekan, undan kimdandir olib sotmaydi. Agar kerak bo'lsa, ekranga aka nomerlarni yozib ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Gullarni qaranglar. Juda. Endi gulni yaxshi ko'radiganlar juda ko'p bo'lsa kerak. Misol uchun ofislaringga kerak bo'lsa ham, mana shunaqa qilib oshxona qiladiganlar bo'lsa ham, mana shunaqa qilib stelajlarni qilib qo'ysalaring, qaranglar qanaqa chiroyli turadi. Juda go'zal akalar.